Aziz yurtdoshlar, yangi yil muborak bo'lsin. 2026 yil barchamizga tinchlik, sog'lik, baraka va yaxshi yangiliklar olib kelsin. Lekin bugun men faqat tabrik aytib qo'ymoqchi emasman. Bu video juda muhim. Chunki bayram kunlari har bir oilaga tegishli bo'lgan masalalar bor. Pulni to'g'ri sarflash, firibgarlardan ehtiyot bo'lish, hujjatlar va to'lovlarni nazorat qilish, bolalar xavfsizligi, sog'lik, yo'l harakati va yangi yilni to'g'ri rejalashtirish. Men sizga oddiy, tushunarli va amaliy qilib aytaman. 2026 yilni qanday qilib xotirjam, tartibli va foydali boshlash kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar sizning oilangiz, ota-onangiz, farzandlaringiz va cho'ntagingizga bevosita ta'sir qiladi. Avvallar yangi yil deganda ko'pchilik faqat dasturxon, mehmon, sovg'a, bezak, salyut va dam olishni o'ylardi. Bir necha yil oldin odamlar naqd pul bilan xarid qilardi. Do'konga borib narxini ko'rib olardi, qarindoshlarga qo'ng'iroq qilib tabriklardi. Bayram tugagach esa oddiy hayot davom etardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgardi. Bugun bayram kunlari xaridlar internet orqali qilinadi, pul kartadan yechiladi. Onlayn to'lovlar ko'paygan, chegirmalar ko'p, reklama juda kuchli, ijtimoiy tarmoqlarda har xil aksiya, sovg'a, yutuq, pul tarqatilyapti degan xabarlar aylanadi. Mana shu o'zgarish bilan birga xavflar ham ko'paydi. Masalan, ilgari odamni aldash uchun uning uyiga kelish yoki bozorda yolg'on gapirish kerak edi. Hozir esa birgina telefon xabari, birgina soxta havola, birgina kartangizga pul tushirish uchun kodni ayting degan qo'ng'iroq yetarli bo'lib qoldi. Bayram arafasida odamlar shoshadi, kayfiyat ko'tariladi, ehtiyotkorlik pasayadi. Firibgarlar aynan shu paytdan foydalanadi. Ikkinchi o'zgarish narxlar va xarajatlar bilan bog'liq. Yangi yil oldidan oilalar ko'pincha bir oyda qiladigan xarajatini bir haftada qilib yuboradi. Dasturxon, kiyim, sovg'a, bezak, transport, mehmon kutish, bolalarga o'yinchoq, telefon uchun internet, kommunal to'lovlar, kredit to'lovlari, bularning hammasi bir joyga yig'ilganda katta summa bo'ladi. Agar oldindan hisob qilinmasa, yanvar oyining o'rtasiga kelib pul qayerga ketdi degan savol paydo bo'ladi. Uchinchi o'zgarish sog'liq va xavfsizlikda. Bayram kunlari ko'p ovqat yeyish, shirinlik va gazli ichimlikni ko'paytirish, kech uxlash, sovuq havoda ehtiyotsiz yurish, bolalarni nazoratsiz qoldirish, pirotexnika vositalaridan noto'g'ri foydalanish ko'plab muammolarga olib keladi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Bayram zavq uchun, lekin ehtiyotsizlik uchun emas. Bayram odamga quvonch berish kerak, qarz, kasallik, janjal yoki afsus emas. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin avvalo. Har bir oila 2026 yilni boshlashdan oldin 3 ta narsani aniq bilishi kerak. Qancha pul bor, qancha majburiy to'lov bor, qancha xavfsiz sarflash mumkin. Bu juda oddiy eshitiladi, lekin ko'pchilik aynan shu joyda xato qiladi. Masalan, bir oilada oy boshida 5 million so'm daromad bor deylik. Ularning 1 million 200 ming so'm kredit to'lovi, 600 ming so'm kommunal va aloqa to'lovlari, 1 million 500 ming so'm oziq-ovqat va yo'l xarajatlari bo'lsa, aslida bayram uchun erkin pul 1 million 700 ming so'm atrofida qoladi. Agar shu oila yangi yil bir marta keladi deb 3 million so'mlik xarid qilsa, farqni qarz, plastikdagi limit, tanishdan pul olish yoki boshqa zarur xarajatni kechiktirish hisobiga yopadi. Natijada bayramdan keyin bosim boshlanadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kredit yoki qarzi borlar. Agar sizda bank krediti mikroqarz bo'lib to'lash tanish bilishdan olingan qarz bo'lsa, bayram xarajatini alohida nazorat qiling. Chunki qarzning sanasi bayramni tanimaydi. Bank tizimi siz bayram qildingizmi yoki yo'qmi deb so'ramaydi. To'lov kuni kelsa, kechikish foizi yoki jarima yozilishi mumkin. Masalan, 800 ming so'm oylik to'lov bor odam 5 kun kechiksa, ba'zi shartnomalarda jarima kichik ko'rinsa ham kredit tarixiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Keyin katta kredit olmoqchi bo'lganda muammo chiqadi. Ikkinchi guruh keksalar va yolg'iz yashaydigan ota-onalar. Bayram kunlari ularga ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi, tabriklar keladi. Shu bilan birga firibgar qo'ng'iroqlar ham ko'payadi. Farzandingiz nomidan pul yuboryapmiz, kompensatsiya beriladi. Pensiyangiz oshirildi, kartangizni tasdiqlang, kod keldi, ayting kabi gaplar juda xavfli. Men har doim aytaman, bank kodi, SMS kodi, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi hech kimga aytilmaydi. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank xodimi, soliq xodimi, mahalla vakili yoki tanishingiz deb tanishtirsa ham. Uchinchi guruh bolali oilalar. Bolalar yangi yilni juda yaxshi ko'radi. Archa,
sovg'a, shirinlik, chiroqlar, bayram tomoshalari, lekin shu davrda bolalar xavfsizligi eng muhim mavzu. Elektr chiroqlar sifatsiz bo'lsa, qisqa tutashuv bo'lishi mumkin. Archa yo'nida sham yoqish, rozetkaga ortiqcha uzaytirgich ulash, bolaga pirotexnika berish, kichik yoshdagi bolani mayda o'yinchoq detali bilan qoldirish juda xavfli. Masalan, oddiygina 1000 so'mlik sifatsiz chiroq butun uyda yong'in xavfini oshirishi mumkin. Arzon narsani tanlayman deb millionlab zarar ko'rish hech kimga kerak emas. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz xarajat rejasini tuzgan bo'lsangiz, qarzlaringizni belgilangan muddatda to'layotgan bo'lsangiz, xaridni ishonchli joydan qilayotgan bo'lsangiz, bolalar va keksalarni nazorat qilayotgan bo'lsangiz, unda bayramni xotirjam kutib olishingiz mumkin. Xotirjamlik pulning ko'pligidan emas, tartibning borligidan keladi. Ba'zan 2 million so'm bilan ham chiroyli bayram qilish mumkin. Ba'zan 20 million so'm sarflab ham odam asabiy bo'lib qoladi. Farq reja va ongli yondashuvda. Keling, bir nechta real hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, yosh oila. Er-xotin ishlaydi, 2 ta farzandi bor. Oylik daromad jami 8 million so'm. Yangi yil oldidan ular bolalarga sovg'a, dasturxon, kiyim, qarindoshlarga borish uchun transport, uy bezagi uchun jami 10 million so'm ajratmoqchi. Lekin ularda 20 million so'm kredit, 20 million 500 ming so'm oziq-ovqat va boshqa majburiy xarajat bor. Demak, xavfsiz bayram byudjeti 2 million 500 ming so'mdan oshmasligi kerak. Agar ular 4 million sarflasa, yanvarda kamida 1 million 500 ming so'm kamomat paydo bo'ladi. To'g'ri yo'l. Sovg'alarni qimmat emas, foydali qilish, dasturxonni isrofsiz tuzish, dekoratsiyani bir martalik emas, keyingi yillarda ham ishlaydigan qilib olish. Qarindoshlarga borishni bir kunda emas, reja bilan qilish. Ikkinchi misol, pensioner ota-ona. Pensiya oyga 1 million 300 ming so'm. Farzandlari bayramda keladi, ota-ona bolalar keladi deb 900 ming so'mlik xarid qiladi. Keyin dori-darmon uchun pul yetmay qoladi. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Men farzandlarga alohida aytaman, ota-onangizning bayram xarajatini ularga tashlab qo'ymang. Oldindan qo'ng'iroq qiling, dasturxonni biz olib kelamiz. Dori-darmon pulingizga tegmang. Hech narsa xarid qilmang deb aniq ayting. Ota-onalar esa uyalmang, farzandingizga ochiq ayting. Bolam dori-darmonim bor, bayramga ortiqcha sarflamayman. Bu uyat emas, bu oqilona qaror. Uchinchi misol, talaba yoki yosh ishchi. Oylik 3 million so'm, lekin telefon, kiyim, do'stlar bilan bayram, sovg'a, taksi, kafe xarajatlari bilan 2-3 kunda butun pul ketib qoladi. Keyin oy oxirigacha qarz so'rash boshlanadi. Yoshlar uchun eng katta xato ijtimoiy tarmoqdagi ko'rinish uchun pul sarflash. Kimdir qimmat restoran, kimdir qimmat sovg'a, kimdir yangi telefon ko'rsatadi. Siz o'zingizning real byudjetingiz bilan yashang. Yangi yil sizni bo'y ko'rsatish uchun emas, sizni yangi maqsadlarga yaqinlashtirish uchun imkoniyat bo'lishi kerak. Asosiy qism 2 istisnolar, tuzoq joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalar endi ko'pchilik sezmaydigan. Lekin muhim bo'lgan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq chegirma degan so'z. Bayram oldidan do'konlar 2% chegirma. Faqat bugun oxirgi imkoniyat deb reklama qiladi. Bu har doim ham yomon emas, albatta. Haqiqiy chegirmalar ham bo'ladi. Lekin xaridor shoshgan paytda kerak bo'lmagan narsani ham sotib oladi. Masalan, sizga aslida 300 ming so'mlik mahsulot kerak. Lekin 1 million edi, 6 ming bo'ldi degan yozuvni ko'rib, kerak bo'lmagan buyumni olasiz. Natijada siz 2 ming so'm tejagan bo'lmaysiz. Aksincha 6 ming so'm sarflagan bo'lasiz. Chegirma faqat kerakli narsaga qo'llansa foyda. Ikkinchi tuzoq, onlayn yutuqlar. Siz yangi yil sovg'asini yutdingiz. Davlat nomidan pul beriladi. Operatoringizdan bonus, bankdan cashback. Anketani to'ldiring, pul oling kabi xabarlar ko'payadi. Agar havola sizni karta ma'lumotlarini kiritishga majbur qilsa, bu katta xavf. Hech qachon SMS kodini kiritmang. Karta orqasidagi 3 xonali kodni yozmang. Pasport ma'lumotlarini noma'lum saytga bermang. Rasmiy tashkilotlar odatda sizdan yashirin kod so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, xabar kelgan havolaga kirmang. Tashkilotning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Uchinchi nozik masala pirotexnika. Ba'zi odamlar hamma o'tadi-ku deb o'ylaydi. Lekin pirotexnika bolalar qo'lida o'yinchoq emas. Uning ichida portlovchi modda bor. Noto'g'ri ishlatilsa qo'l, ko'z, yuz, kiyim, mashina, deraza, hayvonlar va atrofdagi odamlar zarar ko'rishi mumkin. Ayniqsa ko'p qavatli uylar orasida. Avtomobillar yonida, gaz g'urlari yaqinida odamlar ko'p joyda ishlatish xavfli.
Agar qonuniy sotilmagan sertifikatsiz mahsulot bo'lsa, portlash kuchi oldindan bilinmaydi. Men ota-onalarga aniq aytaman. Bolaga mayli bir marta deb pirotexnika bermang. Bir marta ham yetarli bo'lishi mumkin, afsuski. 4-masala oziq-ovqat xavfsizligi. Yangi yil dasturxoni bo'y bo'lishi mumkin, lekin mahsulot sifati birinchi o'rinda turishi kerak. Mayonezli salatlar uzoq vaqt xona haroratida tursa, tez buziladi. Go'sht, baliq, sut mahsulotlari, tort va kremli shirinliklar alohida ehtiyotkorlik talab qiladi. Masalan, salatni 31 dekabr kuni ertalab tayyorlab, kechgacha stol ustida qoldirish to'g'ri emas. Sovutkida saqlash, o'z-o'zidan chiqarish, ertasi kuni hidiga va ko'rinishiga e'tibor berish kerak. Bayramdan keyingi zaharlanishlar ko'pincha aynan isrof bo'lmasin deb buzilib boshlagan ovqatni yeyishdan kelib chiqadi. Sog'lik isrofdan qimmat. 5-masala yo'l harakati. Bayram kunlari ayrimlar charchagan holda mashina haydaydi. Ayrimlar shoshadi, ayrimlar esa spirtli ichimlik iste'mol qilib rulga o'tiradi. Men buni qat'iy aytaman. Ichgan odam rulga o'tirmasligi kerak. Hatto o'zgina ichdim. U yaqin, men yaxshi haydayman degan bahonalar qabul qilinmaydi. Birgina xato butun oilaning hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Agar mehmondan qaytayotgan bo'lsangiz, oldindan taksi, jamoat transporti yoki xushyor haydovchi masalasini hal qiling. Bolalar bilan yo'lga chiqsangiz, xavfsizlik kamarini taqish, bolalar o'rindig'idan foydalanish, qalin tuman yoki muzlama bo'lsa tezlikni kamaytirish shart. 6-nozik masala ruhiy bosim. Yangi yil hamma uchun ham bir xil quvonchli bo'lmasligi mumkin. Kimdir yaqinini yo'qotgan, kimdir ishidan ayrilgan, kimdir qarzda, kimdir oilaviy muammo ichida, kimdir chetda ishlab yurib uyga kela olmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bayramda bir-birimizga bosim qilmaylik. Nega hali uy olmading? Nega turmushga chiqmading? Nega farzanding yo'q? Nega puling kam? Kabi savollar bayram savollari emas. Bu savollar odamning qalbini o'ritishi mumkin. Oila davrasida mehli, yengil, ruhlantiruvchi suhbatlar bo'lsin. Yangi yil insonni sindirish uchun emas, ko'tarish uchun. 7-masala hujjatlar va muddatlar. Bayram kunlari ko'pchilik dam oladi, lekin ayrim to'lovlar, shartnomalar, arizalar, sug'urta, pasport, haydovchilik guvohnomasi, bolalar bog'chasi yoki maktab bilan bog'liq hujjatlar muddatga ega bo'lishi mumkin. Agar sizda kredit to'lovi 1-5 yanvar oralig'ida bo'lsa, bayramdan oldin to'lab qo'ygan ma'qul. Agar avtomobil sug'urtangiz tugayotgan bo'lsa, oldindan tekshiring. Agar pasport yoki ID karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, 2026 yil boshidayoq reja qiling. Chunki odamlar ko'pincha hujjat kerak bo'lgan kunni eslaydi. Keyin shoshilinch xarajat, asabiylik va navbat paydo bo'ladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq oilaviy byudjet ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yoki telefondagi eslatmaga yozing. Daromad qancha, majburiy to'lovlar qancha, oziq ovqatga qancha, bayramga qancha. Bayram xarajatini 3 qismga ajrating. Zarur, yoqimli, ortiqcha. Zarur asosiy oziq ovqat, bolaga kerakli sovg'a, transport, yoqimli bezak, qo'shimcha shirinlik, kichik sovg'alar. Ortiqcha, faqat ko'z-ko'z uchun olinadigan qimmat narsalar. Agar pul yetmasa, birinchi navbatda ortiqcha qismni qisqartiring. Ikkinchi qadam, xarid ro'yxati bozorga yoki do'konga bormang. Ro'yxatda aniq miqdor bo'lsin. Masalan, meva deb yozmang. 2 kilo mandarin, 1 kilo olma, 1 kilo banan deb yozing. Shirinlik deb yozmang. 500 gram konfet deb yozing. Chunki noaniq ro'yxat xarajatni oshiradi. Do'konga och ko'ringa bormang. Chunki och odam ko'proq narsa oladi. Bolalar bilan borsangiz, oldindan kelishib oling. Bugun faqat bitta sovg'a tanlaymiz, undan ortig'i yo'q. Bu bolani ham tartibga o'rgatadi. 3-qadam. Onlayn xavfsizlik qoidalarini oilangizga tushuntiring. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, farzandlaringizga ayting. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Karta rasmi yuborilmaydi, noma'lum havolaga bosilmaydi. Telefon orqali kelgan yutuqqa ishonilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'yish kerak. Keyin farzandiga yoki ishonchli odamga qo'ng'iroq qiladi. Uyda bitta oddiy qoida bo'lsin. Pul va karta masalasida shoshilinch qaror qilinmaydi. 4-qadam, hujjat va to'lovlarni tekshiring. Telefoningizda bank ilovasini oching, kredit sanalarini ko'ring. Kommunal to'lovlarni tekshiring. Jarima yoki qarzdorlik bor yo'qligini bilib oling. Agar kerak bo'lsa, pasport, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, avtomobil hujjatlari, sug'urta polisini bir joyga tartib bilan qo'ying. Elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlab qo'yish foydali. Lekin uni begonalarga yubormang. Agar biror ariza topshirishingiz kerak bo'lsa, qaysi tashkilotga borish?
Qaysi hujjat kerakligini oldindan rasmiy manbadan tekshiring. 5-qadam, uy xavfsizligini ko'zdan kechiring. Archa chiroqlarini tekshiring. Simi o'chilib qolmaganmi? Rozetka qizib ketmayaptimi? Bir uzaytirgichga juda ko'p qurilma ulanmaganmi? Uyda kichik bola bo'lsa, bezaklarni pastga osib qo'ymang. Sinadigan o'yinchoqlarni bola yetmaydigan joyga qo'ying. Oshxonada gaz plitasi, elektr pech, dazmol, isitgich nazoratda bo'lsin. Uydan chiqayotganda chiroqlar, gaz, suv va elektr jihozlarini tekshirish odatga aylansin. 6-qadam, sog'liq uchun oddiy reja qiling. Dasturxonda hamma narsadan o'z-o'zidan yeyish mumkin, lekin me'yordan oshirmang. Qandli diabet, qon bosimi, oshqozon, yurak muammosi bor odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lsin. Dori ichadigan ota-onalar bayramda dori vaqtini unutmasin. Uyda oddiy dori qutisi bo'lsin. Termometr, bog'lov materiallari, shifokor tavsiya qilgan zarur dorilar. Lekin o'zboshimchalik bilan kuchli dori ichmang. Agar holat jiddiy bo'lsa, shifokorga murojaat qiling. 7-qadam, 2026 yil uchun o'ta aniq maqsad yozing. Men katta havoy va umumiy gaplarni emas, o'lchanadigan maqsadlarni nazarda tutyapman. Masalan, pul yig'aman emas, har oy 500 ming so'mdan jamg'araman. Sog'lom bo'laman emas, haftasiga 4 kun 30 daqiqa piyoda yuraman. Til o'rganaman emas. Har kuni 20 ta yangi so'z va 30 daqiqa mashq qilaman. Maqsad qancha aniq bo'lsa, unga erishish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Oilaviy maqsad ham qo'ying, qarzni kamaytirish, uy ta'miri, farzand ta'limi, ota-onaga yordam. Sog'liq tekshiruvi. 8-qadam, bayramda mehrni amalda ko'rsating. Qarindoshga faqat qimmat sovg'a bilan emas, vaqt, e'tibor va yordam bilan ham quvonch berish mumkin. Yolg'iz qo'shniga bir likopcha ovqat chiqarish, keksa qarindoshga qo'ng'iroq qilish, bolani sayrga olib chiqish, turmush o'rtog'ingizga uy ishida yordam berish, ota-onani shifokor ko'rigiga yozib qo'yish, bular ham bayram sovg'asi. 2026 yilni mehr bilan boshlasak, yil davomida munosabatlarimiz mustahkam bo'ladi. 9-qadam, ijtimoiy tarmoqlarda ehtiyot bo'ling. Uyda kimlar bor? Qayerga ketdingiz? Qancha vaqtga ketdingiz? Qimmat sovg'a oldingizmi? Bularni ochiq joylash har doim ham xavfsiz emas. Ayniqsa uy bo'sh qolganini ko'rsatadigan postlar xavf tug'dirishi mumkin. Farzandlarning suratini joylashda ham ehtiyotkor bo'ling. Har bir narsa ommaga chiqishi shart emas. Ba'zi quvonchlar oilaning ichida chiroyliroq saqlanadi. 10-qadam, agar muammo bo'lsa, vaqtida yordam so'rang. Qarzingiz ko'paygan bo'lsa, yashirmay reja qiling. Sog'ligingiz yomonlashsa, kutmang. Firibgarlikka uchrasangiz, darhol bankka, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Oilaviy kelishmovchilik bo'lsa, bayram kuni uni janjalga aylantirmang, tinch vaqtda gaplashing. Muammoni inkor qilish uni yo'q qilmaydi, aksincha kattalashtiradi. Aziz xalqim, sizlarni yana bir bor yangi yil bilan chin yurakdan tabriklayman. 2026 yil har bir xonadonga tinchlik, halol rizq, sog'lik, mehr, oqibat va yutuqlar olib kirsin. Men bugun aytgan asosiy fikr shuki, bayramni chiroyli o'tkazish uchun juda ko'p pul emas, to'g'ri reja, ehtiyotkorlik, mehr va mas'uliyat kerak. Xarajatni hisoblang, firibgarlardan saqlaning, bolalar va ota-onalarni asrang, hujjat va to'lovlarni nazorat qiling, sog'lig'ingizga e'tibor bering va 2026 yil uchun aniq maqsadlar qo'ying. Kommentariyada yozing. Siz 2026 yildan nimalar kutyapsiz? Eng katta maqsadingiz nima? Bayramni qanday reja bilan o'tkazyapsiz? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki yaxshi maslahat vaqtida yetib bo'lsa, bir oilani ortiqcha xarajatdan, bir insonni firibgarlikdan, bir bolani xavfdan, bir ota-onani tashvishdan asrab qolishi mumkin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin aziz yurtdoshlarim. Baxtli 2026 yil hammamizga nasib qilsin.